Əmdi başqa bir ayət kərimə diqqətimizni berəyli. Hər nərsini qorşuğucu bolğan qiyamətnin xəbəri sana kəldimi? Bu gündə nurgun adamlar xar bolğucudur. Ular dünyada günah qılğuculardır, ahirətdə cəfa tartquculardır. Ular hararəti qatlıq dovzaqqa kiridu. Suları qaynab turğan bulaqdan suğuruludu. Ular üçün zəridin, yəni bədboy açıq tikəndin başqa yeməklik bolmaydı. Zəri kişini səmir etməydi, açlıqni pəsəyitməydi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm cəhənnəm otu haqqında şundaq degan. Cəhənnəm otu 1000 yil yıqıldı. Şunun bilan qıpqızıl holatga keldi. Ondan yana 1000 yil yıqıldı. Oq rangga aylandı. Ondan yana 1000 yil yıqıldı. Endi u qapqara və qarang'udur. Cəhənnəm otu qarimayğa o'xshash qara, keçiga o'xshash qarang'udur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Cibril aleyhissalamdan cəhənnəm otunun qandaqlığını özüge tərifləb berishini so'radi. U bo'lsa, uni shundaq təriflədi. Allah Taala'nın buyruğu bilan cəhənnəm otu 1000 yil köydürülüb qıpqızıl holatga kelgan. Yana 1000 yil köydürülüb sap-seriq holatga keltirilgan. Yana 1000 yil köydürülüb qapqara holatga keltirilgan. Bunun bilan u hozir nursiz qapqara, nihoyatda qiziq va dahshatli köydürgüchi bir o'tdir. Onun ichida köygan bir inson yer yuzidagilarga ko'rsatilgan bo'lsa edi, ularning hammasi uning ses puruqidan va qo'rqinchli manzarasidan hushidan ketib o'lgan bo'ladi. Amdi Hazreti Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan uzun bir hadis sharifni naql qilamiz. Bu hadislarning yerimi ayet kerimlerini öz içine algan. Cehennem ahliga açlıq musallat qılınıdı. Bu, ular işçide turuvatqan azapqa o'xshash darajaga berib qaladı. Açlıqqa chidamay yordam talab qilishidi. Ularga uzuqluq bo'lmaydigan ve açlıqni basmaydigan tikanlik bir xil o'simlik beriladi. Ular qayta yemeklik talab qilishidi. Bu qatim ularning gelig'i turib qoladigan bir xil yemeklik beriladi ve u ularning gallarida tiqilib qolib, na oldiga, na keyniga mangmay turib oladi. Ular dunyodagi vaqtlarida bu xil ahvollarda su yoki boshqa ichimlik bilan turib qolgan yemekliklarni mang'uzganligini eslashidi va ichimlik talab qilishidi. Ularga o'ttin bo'lgan qachilarda qaynoq suv beriladi. Bu qachilar yuzlariga yaqinlashgan hamon yuzlarini ko'ydirib ko'mach qilib etadi. Suv qo'rsaqlariga kirishi bilan ich bag'rilarini pari qilib etadi. Ular cehennemning qaravullarini chaqirayli, balki azobimizni bir az yeniklatar deyishidi va ularni chaqirdi. Farishtalar ularga, sizlarga payg'ambaringlar bu ahvollarni oshkorlaydigan xabarlarni elib kelmaganmi deydi. Ular, ha, elib kelgan edi, ammo anglamadik deyishidi. Bunun bilan cehennem qaravullari sizlar talab qilib turaveringlar.
Ammo bu yerda kofirlarning talablarining qimmati yo'q deydi. Jahannam ahli qorovullardan umid uzib, jahannam qorovullarining boshlig'i bo'lgan Malikni chaqirayli deydi. Malik kelganda, "Ey Malik, aytqin, Rabbing bizni o'limga hukm qilsin" deyishidi. Malik ularga, "Yo'q, sizlar bu yerda mangu qolasizlar" deb javob berdi. Hadisning rivoyat qiluvchilaridan A'mash rahimahulloh deydi-ki, "Menga bildirildiki, jahannam ahlining Malikga yolvurishi bilan Malikning ularga javob berishi orasida 1000 yillik vaqt o'tdi." Jahannam ahli bu qitim o'zaro Rabbinglarga duo qilinglar. Sizlar uchun uningdan yaxshiroq hech kim yo'q deydi va shundoq yolvurdi. Ey Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz, bizni devzaxdan chiqargin. Agar biz yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Allah aytdi: "Jahannamda xor holda qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'zini davom qilib shundoq dedi: "Bu javob bilan jahannam ahli har turlik yaxshiliklardan umidini uzdi. Varqirab yig'lashqa, nadomat qilishqa, o'zlarini urib yoqi yirtishga boshlaydi." Shundoq ey nafsim, gunohkorlar kiradigan o'tning haqiqiy mohiyatini bir oz bo'lsa-mu angladim. Ular yeydigan tikanlik o'simlikni va gollarda turib qoladigan va hech qanday qilibmi yutilmaydigan o'simlikni bilding. Ular ichadigan qaynoq suvdan xabar topding. Jahannamdan qutulish uchun jahannam farishtalariga va Janobi Allohga qandoq yolvurganligini anglading. Rabbimizning ularga "Mening bilan qayt so'zlashmanglar" degan xitobini anglading. Ey nafsim, bularning hammasini anglagandan keyin yana gunoh qilishni davomlashtiramsan? Yanada isyonkorlikda turamsan? Yuqorida anglagan azoblarga chidiy olamsan? Bu azoblarni anglashqami chidiy olmayotsan? Qandaqmi azobning o'ziga bardoshlik bera olaysan? Bugun beshingga o'lim kelsa, qanchalik pushaymon qiladiganligingni tasavvur qila olamsan? Sen anglagan bu xabarlar haqdir va haqiqatdir. Allohning va'dasi haqdir. Jahannam haqdir. Azob haqdir. Ko'ydirguchi o't haqdir. Kelgin, tövbe qilgin, ko'z yeshi to'kkin, afu tiligin va qayta gunoh qilmaslikka va'da bergin. Rabbimiz mag'firat qilg'uchidir va karam egasidir. Gunohlarimizni kechirib, salih bandalari qatoriga kirgizadi. يا